Andijon viloyat Ulug'nor tuman Yangiobod MFI, ya'ni Do'stlik aka-uka opa-singillar. Mana stadionimiz, sport majmuasi mana bu yer. Trener shayda bo'lsa so'raymiz. Bemalol gaplashishlar mumkin bo'ladi. Kimdir farzandini mana shu Ulug'nordagi Do'stlikda yoki bir mana shu yaqin atrofdagilar kimdir farzandini bermoqchi bo'lsa, hozir kirib ma'lumot olamiz. Xullas ketdik. Mana zal. Sport zalimiz. Bolalar shug'ullanyapti. Ko'rinishda hamma sharoitlar bor. Trener ham shayda ekan. Hormang, seni yaxshimisiz? Charchamang. Rahmat. Qanaqa sport turi? Muay Thai deb eshitgandim. Muay Thai или boks sporti. Boks ham bor ekan, aka-ukalar. Ayollarga fitness 10 boshlanadi fevral oyida. Bu ana ayollar uchun ham fitness bor ekan. Bemalol chiqishlar mumkin. Hozir mana sertifikat, diplom, xullas sinimizda hamma narsalar bor ekan. Qizlar ham bor ekan. Endi bu uslugasi qanaqa bo'ladi? Oylik to'lov yoki Agar boks bo'ladigan bo'lsa, bizda o'zimiz musobaqalarni tashkillashtiradigan viloyat respublika 1 yillik, 1 oylik ligotalar ham bor. Misol uchun 1 yilda respublika musobaqaga qatnashsa, o'zi beriladi sertifikat tomonidan. Shu 1 yil to'lovlardan ozod qilinadi. azizlar, ko'ringlar, juda ham arzon, bu 150 ming so'm. Pastda hozir raqamlarni yozib qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib murojaat qilaverasizlar. Xullas sog' bo'lasizlar.